Assalomu alaykum, qadrdon meni muxlislarim. Bugun sizlar bilan Toshkent milliy taomi Gulxonim tayyorlaymiz. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Buning uchun masalliqlardan 3 dona piyoz, 1 dona kartoshka, tuz va do'rvorlar, 150 gram qiyma, 1 kosada suv va 200 gram un kerak bo'ladi. Avval ishimizni xamir osh, ya'ni xamir olishdan boshlaymiz. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana iliq suvga mana tuzli suv, har doimgidek men tuzli suv tayyorlayman. Mana ana tuzli suv tayyorlayman u xamir osh tayyorlayman. Mana un bilan endi xamir osh tayyorlayman. Har doimgidek men qattiqgina xamir tayyorlayman. Ana qadrdon muxlislarim, men xamir tutib oldim. Endi buni ustini yopib qo'yaman. Endi Gulxonimni qiymasini tayyorlaymiz. Kartoshkani mayda somoncha to'g'raymiz. Piyozni ham halqa shaklda to'g'raymiz. Ana xonimimizni qiymasini tayyorladik. Mana kartoshkani somoncha to'g'radim. Mana go'sht. Piyozimizni halqa somon to'g'radim. Mana endi hammasini qo'shamiz. Qadrdon muxlislarim, mana Gulxonimimizni qiymasi tayyor bo'ldi. Endi men xamir yo'yaman. Qadrdon muxlislarim, mana xamirimizni endi men yo'yaman. Xamir yo'yishni men videolarimda ko'rsatgan edim. Qadrdon muxlislarim, men xamir yo'yishni videolarimda ko'rsatgan edim. Mana shunday lentichka tarzida Gulxonimga 40 xamir yo'yib kesasizlar. Mana lentichka tarzida. Mana lentichka tarzida. Ana lentichka tarzida. Endi ana shu lentichkaga qiyma solamiz. Mana qiymamizni olamiz. Mana lentichkamizga qiyma solamiz. Mana qiyma solamiz. Mana atirgul shakliga keltiramiz. Mana atirgul shakliga keldi. Mana men yana ko'rsataman. Mana bunday uraymiz. Mana bunday uraymiz. Mana yana men ko'rsataman. Mana mantiqasi qonimizni yog'lab Gulxonimlarni teramiz. Mana qatlaymiz. Mana
Ana mana Gulxonimizni ana mana mana qadrli muxlislarim, mana qozon lappagini men yog'ladim. Endi mana xonimchalarni teraman. Mana mana bular bizga atirgul shaklini eslatadi. Mana yog'lab terayapman. Mana Gulxonimizga men smetana surtdim. Mana sochni hammalaringizga tayyorlashni tavsiya qilaman. Mana